Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, YouTube kanalımızda muxlislari. Bugün bize dostlar eski mashina bozorlarında 3 etajlı 220 kvadrat hovli joyini obzoruna gösterib o'tamiz do'stlar. Aynalarimiz paynalarımni aynalardan qo'yilgan fasadlar ham cho'tcha etib otachenta etib bezatilgan, chiroylatib. 2 balkonga ega do'stlar. Lesinsalarimiz kurgo'y. Lesinsalar chiroyli bezatilgan. Balkonlar ham keng qoldirilgan. Sonunda getdik do'stlar, ichalarini tanishtiramiz. Eshiklar ham burchakchalar bo'lib taxlanib turibdi. Bellarimiz kafeldan bezatilgan lesinsalar. Darvozamiz chiroyli demir ishlardan qo'yilgan. Ichalalar bilan tanishtirib o'tamiz getdik. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizning podpischiklari, do'stlar, yurtdoshlar. Bugun bize MTS'da bize Urganchlar eski mashina bozorining yanında MTS'da 220 kvadrat hovli joyimiz sotib chiqqan ekan, shuni obzoruna ko'rsatib o'tamiz. Gelever kısmımızı yine görüp turganlarınızın 5'e 12 öpüşken giyin. Xalasanızda garaja tesler, xalasanızda dalan atıp koysanızda ham bo'ladi, oturalım. Uголокlarını koyup dalan atıp koysanızda ham bo'ladi, и garaj teslenizler ham. Sonunda başlayımız dalşı görüstüp bir yan tarafında yine bağ kısmı. Bağlarımız yine zilyon zonaları bağ kısmı oladı. Giyin düşken. Acayip çıralı. Bir de yine Arfil firmasının Türk kontörünü kaçıyorlar koyuldu. Bir de iki register taşıp ötelengen. Tayar halatında 3 etajlı havuzay. Esa gittik dostlar, dalşı gösteririz. Dostlar yine ban tarafımızda kuxnya koydular. Kuxnyam chiroyli bo'lib turibdi, keng tushgan kuxnyam. Mini kuxnya hech bir hovli joyda yo'q deb aytamanizlar, konkretni. Keng tushgan ham ban tarafda sanuzeli. Bu birinchi etajdagi sanuzeli bu. Do'stlar. Har bir etajında sanuzeli bu. Görüp turganlaringiz yana uголок nelar mebellar qo'yilgan kuxnyni. Bellarimiz hamma jihozlar bilan jihozlanib tayyorlab turibdi yana. Doğru girasizlar, yashaysizlar, ozgina yerlarni to'shaladigan yerlar bor. Bu yoqda yana lesinsalarimiz quyma lesinsa bu. Laminatdan chiroyli bezatib qo'yibdi, yana chiroyli bo'lib oq qora ikkisi kombinatsiya bo'lib turibdi. Biri çıkkanımızdan hem birimiz laminat pol и теплый pol. Bu уже ikinci etajı. Bir de yine birinci xonamiz spalni ham o'zini mebellarni ega. Mebellari jihozlari bilan jihozlanib turibdi. Eshiklarimiz shpon eshiklardan qo'yilgan. Zamoklarimiz ham yaxshi zamoklardan qo'yilgan. Bir de ullu hol bo'lib tushgan girgan yerimiz. Ullu hol bo'lib tushgan. Chiroyli bo'lib turibdi do'stlar. 5'e 8 bo'lib tushgan birimiz. 5'e 8 bo'lib. Keng. Girgan yerlar ham keng, televizor qo'yadigan zonalar ham chiroyli bo'lib turibdi. High-tech variantda zatilgan, remonti lustra qaramag'an, lustra ham chiroyli bo'lib turibdi do'stlar. Eshikdan giraverish. Eshikimiz yarım kapı demir eshikdan qo'yilgan, pishib ketilgan. Ikki ham boshana panoramli aynalar qo'yilgan. Ban tarafimizda yana zalimiz. Do'stlar, zalimiz ham chiroyli bo'lib turibdi. Perdeler qo'yilib, tayyor holatida. Oyoqimiz teglar laminatlar döşelgan. Devorlarimiz high-tech variantda zatilgan. Даже lustra ham qo'shib turibdi bu remonta. Chiroyli bo'lib. Eshiklarimiz doborlar ham qo'yilgan. Eshiklarimiz shpon eshiklardan qo'yilgan. Rakovina местоsi особенный. Qora kafillardan zолотистый rakovinalar qo'yilgan bir ham. Bogатый. Sonunda dayışı gitamiz do'stlar. Yanımız mo'y sho'balardan urilgan akvaplastik aynalar qo'yilgan. Bu yerda meni chiroyli chatlardan ko'p bor. Tepaga chiqaverishimizda lesinsamiz. Aytganimizning quyma lesinsa bu. Ustlari oshib ketilgan laminatlar bilan. Chiqqanimizdan birimiz do'stlar mo'y sho'balardan urilgan bellar ham yerlar. Mo'y sho'balardan urilgan birinchi xonamiz spalniyaning ustida spalni.
Spalin üstü spalin oturttu. Eşiklerimiz hem şu aytkanımızın şu boyun eşiklerden koyulgan. Bir yerde ikinci spalinisi bu. Doğrumuzda ikinci spalinisi. Bir yerde yine balkonuna iyi. Her bir etajında balkonu bu. Çıkıp giyin o. Balkonda oturarız demalayıp karab. Birimiz spalineti koysanız aladı birini. Acayip hadi. Bir de yine ikinci zalımız. Zalımızdan ramki alıp zetelengen aboydan moyuşla burada zetelengen ramki alıp patologlarımız gips akakondan figura belirgen lüstranam yaxşısından koyalım. Eşiklerimiz şupon eşikler hem bir. Birinci, ikinci etaj. Bir de yine ikinci sanazörümüz oladı bu. İkinci etajındayız. Üçüncü etaj vardı yani. Birden sanazöründen çıraletip taxlanırlar. Acayip edip oyun isteyen yerlerden sıfatlatip işlerimiz emine yaxşı işlerden koyulur. Bu havlucayımızın yine aytib etemiz Mista Palajensini. Urgen şəhər eski makina bazar yanında 3 etaj. Havlucayımız 220 kvadrat. Pılına toxtaladan olsak pılını $150.000 da tuttu. Geliş adam yeri bu. Svetli materiallardan işletilengen hem bir dostlar. Özleriniz gelip görgende o verin bulasılar. Esə həmmən sağlık dileyen halda like podpis yandan çıkarmanı dostlar. Keyingi ülkede görüşünce de kalamız. Hayır dostlar, sağ salamat olunlar.